Muhojirlar, yoshlar ayniqsa ota-onalar va posolstvoga men murojaatim. Mana fevral oyida 4 kishi va hammasi pashi O'zbekistondan 2000, 2004, 2003, 2005-yillar Wispid bo'lgan. Wispid yana ko'paydi. Bir oyda 4 ta, 5 ta Wispid chiqyapti o'zbeklarda ko'pincha. Bular hammasi fohishaga borgan. Mana drug vakrug bor, Telegram bor, 14 ming подписчиклар bor. O'sha yerda o'zbek qizlar bor, qirg'izlar ham ko'p, tojiklar ham bor. Ko'pincha o'zbek fohisha qizlar o'tiribdi. Mana shuni oldini olishni nima qilish kerak? Men har bir oyda 2 ta, 3 ta video chiqaraman, lekin seramo kamaymaydi, ko'payib ketyapti. Nima qilish kerak? Mana ota-onalarga men murojaatim, farzandlaring Moskvada yuribdi, har kun so'ranglar, nima ish qilyapti? Bular mana internet chiqqan, internetda hamma nomerlari bor, o'sha fohisha qizlarning oldiga borib, fohishalik qizlarning oldiga borib ishini qilib kelyapti. Lekin mana rezultat 4 ta, 5 ta Wispid har oy chiqyapti. Bular qanday uylanadi? Ertaga birovning qizini oladi, zarazit qiladi. Analiz topshirganda hammasi chiqadi. Bironta qizini ham bermaydi-yu, yolg'on spravka bilan agar olsa, ertaga zarazit qiladi. Mana shu uchun mana shuni oldini olishni endi posolstvoga ham telefon qildim. Endi yaqinda borishim kerak. Mana shu narsani ko'tarishimiz kerak. Bu drug vakrugda, Telegramda ishlaydigan o'zbek fohisha qizlarni hammasini olib uchotga qo'yish kerak. Hammasidan pogolovni analizlarini olish kerak va kimda Wispid bo'lsa deport qilib uchotga qo'yish kerak. Bular hammasi yoshlarda nima qilyapti? Zarazit qilyapti. O'zbeklarning oyandasini hammasini zarazit qilib rasvo qilyapti. Mana shuning uchun ehtiyot bo'linglar yoshlar va ota-onalar, sharoit qilinglar, sirazi farzandlaringni uylantiring.